Xullas, shu kirmaysanmi, shu joyda yashaymiz. Tozalaymiz hozir birga. Ota, bu uyda yashashga sharoit yo'q-ku. Shukr qil. Shu uyni zo'rg'a eplab oldik, amakining yordami bilan. Bitta mol ham olib qo'ydik. Ota, molga nima bor? 3-4 kun turib ijaraga uy olib ketamiz. Ijara-pijarani qo'y. Hozir qornimizni boqib olsak ham katta gap. 1-2 kunda ish topaman senga. Yo o'zing topib ishla. Men mashina haydashdan boshqa hech narsaga aqlim yetmaydi. Tanishlarimdan surishtirib ko'raman, birorta arendaga mashina topib berishadi. Taksistlik qilasan endi. Shunaqa gaplar. Yaxshi bo'lmagan ekan-da. Yo'q, hormanglar. Keling. Nima xizmat aka? Akalar shu desalang, 3ta do'konim bor. Shu ish bitirgani yangi biznes boshlayapti turdik. Shunga bitta jentra kerak edi. Shu afarment bo'ladi, sotib ishni bitiramiz. 6 oyda pullarni qilib beraman. Bizning обороtimizda pul katta, hisobimiz bor. Kelib qoladigan joyi bo'lsa, bir haftada xudo xolasa yopib beramiz aka. Aka, siz birinchi marta ko'rib turibmiz. Xo'p, ish bitirgan olyapsiz, dokument olib ketadi, sirazi. Do'konim bor deyapsiz, do'kon dokumentini bersiz, davriya qilib 6 oy beramiz. Ya bir haftada beraman deyapsiz, ama bir haftada bersam puli o'zgarmaydi. Shuni hisobini olaman. To'g'ri aytyapti. Dokument bermasangiz, sizni birinchi marta ko'rib turibmiz, aka, to'g'ri tushunasiz. Aka, men jentra bozor yoki sotsangiz 10 ming naqd pulga oladi, biz sizga 6 oyga 11,5 mingga beraveramiz. Dokumentdan muammo yo'q. Xohlasalaring eng katta do'konimni dokumentlarini beraman. Barakami? Baraka. Gap yo'q.